Salom salom aziz obunachilarim, bugun sizga yana kunligimni ko'rsataman. Qayerlarga boramiz, nimalar qilamiz, nimalar yeymiz, nimalar ichamiz, shu haqida bo'ladi. Video juda qiziqarli bo'ladi. Kuzatishda davom eting. Qani ketdik. Bugun bir o'zim emas, Mariya qizim bilan. Mariya qizimni ham sizga tanishtiraman yangi obunachilarimga. Mana azizlarim, Maryam qizim. Ko'pchilik taniydi eski obunachilarim. Mana katta qiz bo'lgan, bo'yim mendek. Bugun Maryam bilan birga sizlarga kontent qilamiz. Qani ketdik. Uydan chiqdik hozir. Azizlarim, hammaga rahmat. Juda ham ko'pchilik bosh sog'ligi tilab kommentariy yozishibdi. Juda ham xursand bo'ldim. Hammasini o'qib chiqyapman azizlarim. Hammaga katta rahmat. Alohida rahmat sizlarga. Boringlarga shukr. Hammani izohlarini o'qib chiqyapman. Bir kishi yozgan, nimaga opa kulib gapirasiz deb. Nima yig'lab gapirish kerakmi? Mana bunaqa qilib. Assalomu alaykum. Kanalimga xush kelibsiz deb gapirmayman-ku. Sizlarga pozitiv ulashaman ozgina. Pozitiv. Mana azizlar, hozir ovqatlanishga o'tirdik. Tashqarida yomg'ir boshlandi. Ovqatlanamiz, keyin yana davom etamiz. Semirmaslik uchun rol yesa bo'ladi. Mana shporsta. Rol semirtirmaydi. Juda ham ko'pchilik kanalimga obuna bo'lmasdan ko'rar ekan, statistikada ko'rinadi. 97% kishi obuna bo'lmasdan tomosha qilar ekan videolarimni. Azizlarim, ozish haqida so'raganlarga ham aytib o'tib ketaman. Agar obuna bo'lsangiz, kanalimda har xil retseptlar bor ozish haqida. Kiring, ko'ring, ozing. Obuna bo'lmasdan ko'rsangiz, meni yo'qotib qo'yasiz, yangi videolarimni ko'ra olmaysiz. Bir kishi so'ragan ekan, qanday qilib Rossiya fuqaroligini oldingiz deb. Erim Rossiya fuqarosi. Shu uchun men ham Moskvichga bo'lib oldim, erimning orqasidan. Shunaqa qilib oldim. Mana atrof yam-yashil, hozir yomg'ir yog'di. Ko'm-ko'k, hamma joy chiroyligina. Jo'jachadek professorim meni ketishini qaranglar, ketishini. Kichkinagina edi. Kameradan hech uzoqlashmas edi. Hozir kameraga yaqinlashmaydi. Og'izni to'ldirib bodroqni yeb ketib boryapmiz yo'lda. Rol yeb oldik. Rolda ozish vaqti yeyishingiz mumkin, azizlarim, semirtirmaydi. Agar yaxshi ko'rsangiz, bemalol yeyavering. Bodroqni yeb, endi mana bunday aylanamiz. Bu bodroqning hech qanaqa foydali tomoni yo'q. Prosta yaxshi ko'rganim uchun yeyapman, yengilgina desert. Azizlarim, yangi video chiqardim soch o'stirish haqida. Kiringlar, ko'ringlar, mana o'zimning sochim ham juda ham o'sha malham orqali tez o'syapti. Sizga ham tavsiya qilaman. Yoshim 45 da azizlar, so'raganlar bor edi. Nevaram bor, ikkita farzandim bor. 45 yoshdaman. Mashani taniganlar kommentariyaga yozib qoldiringlar. Kim Mashani taniydi, kim esladi, kichkinaligida juda ham ko'p birga video qilar edik. Уже 6-sinfni bitirdi. Vaqt juda ham tez o'tyapti. Zakazlarimizni olishga keldik. Hammasi butun. Tekshirib ko'rdik. Endi olib ketyapmiz. Bu chiroyli manzarada, toza havoda bir chashka kofe ichib, dam olganga nima yetsin? Go'zallikka qarang. Opasi ishdan keldim mana. Привет. Azizlar, bugun kun davomida nima yedim? Sizga aytaman, ertalab asyanka kashi yegandim, 200 gram, bir chashka kofe ichgandim. Keyin soat 10larda bir dona kivi yedim. Keyin obedda sho'rva ichdim, qaynatma sho'rva, yog'siz qaynatma sho'rva. Kechga rol yedim. O'zingiz ko'rdingiz, sizga ko'rsatdim rol bilan. Bodroq. Bolaligimni eslatgan bodroq. Yana kofe ichdim siz bilan birlikda aylanib, toza havoda. Nima yedik, nima ichdik, nima qildik, sizga ko'rsatdim hammasini. Kommentariyaga fikrlaringizni yozib qoldiring. Kunligim yoqdimi, yo'qmi? Hozir siz bilan xayrlashaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Salomat bo'ling.